Yılında bu şaralarda katnaşışı halk sanı boyunca, şaralar sanı boyunca lider region bulup sanala Rusya ko'lamida indi. Yıl sayın milyondan artıq halk mana bu melarda şaralarda aktif ravishda katnaşa. Şuna göre qaraşı da pozitiv yakqa o'zgaradi deb aytira kerak. Lakin şunu aytira kerak, bizning gражданlar bek aktiv. Indi bir şilak şupni da bir yerga yolg'iz chiqarib to'ksalar, Halk kontroli bek kuchli. Bizning idaraga indi mana yil sayin 2000 ga yaqin bizning ekologiya ministrligi hali bizning kollegalar bor emi, ularga 10 mingga murojaat kelindi. Maktab bolalaridan da bizning aktiv xalqdan da indi. Хәтеремдә бер 7-8 ел элек Азнакай муниципаль районында бик зур чара үткән иде шушы экология буенча һәм сез анда чыгыш ясаганда булай дидегез. Соңгы елларда безгә менә шушы каты көн күреш калдыкларын ташлауны ачыклар өчен вертолетлар һәм халык контроле ярдәмгә килә һәм соңгы еллар белән чагыштырганда халыкның ваемсызлыгы кими дигән идегез. Бу ул вакытта, ә хәзер ничегрәк? Мондай Hozirgi zaman texnikaсын kullanım, vertolyot, kvadrokopterlar boyunca ham boshqa texnikalar boyunca tag'in aytib ketaman de bizning Tatariston Respublikasi inaktiv regionlardan sanala bu vertolyot bilan uchib, mana bu zakonsiz tabiatni buzuv ishroqlari endi oshiqlov bu Tatariston Respublikasida bor, bunga endi butun regionlar qiziqadi deb aytishga kerak. Bu albatta bizning raisimiz Rustam Nurg'aliyev tomonidan bizga bunday mumkinchilik berildi, ham endi biz bundan aktiv ravishda foydalanamiz. Endi xalqning mana shu shupliklar sonini kimiti ustida ishlavi endi qarashi deb aytira kerak. Mana onun natijasi da bor. Ilgari endi shular vaqtida mana sanitarik oylik o'tkarilib butun respublika aktiv ravishda qatnasha. U vaqtda endi bizning 3-4 mingda shuplik belgili bo'lar. Ular endi birma-bir kibedi. Bugungi kunda zo'r shupliklar yo'q deb aytira kerak. Shuliq 7-8 yil Avul yerliginde mana biz bitinde avuldan chiqqan kishilar o'zimizda avul yerliginde shupliklar ko'paydi, yilga qirlarına xalq chiqarib atay. Bugungi kunda onday shupliklar yo'q avul yerliklarida. Chunki shupni jiyalar hozir. Shupni jiyalar, qaysidir avullarda elektrik sistema bo'laroq mana shu avul shupliklari ular baribir qoldirildi. Mana shu avul shupligigina xalq shupni ilta, yilg'alarga, avraklarga, suv bo'ylarini shup tashlov chiroqlari hozirgi vaqtda yo'q. Mana bu hozir bitinde yozga kelamiz, bitinde kirib yozga kirdik. Ham mana bu qish vaqtida, qish shirinda qor tugullarda ularda sizga qog'lan bo'ldi. Qor bitinde o qorg'ana tugul, o qor da shulay qoldiq bo'lib sanala. Turli qatnashmalari da Onda bitinde tagirmashida, например, kimdir pokrishkada o'tirgan mumkin, reagent qilib shirangan qor, onda tuzilish qoldiqlarida shirish shu qor arasında. Bu da endi ministerlik tarafından da bizning idora tarafından da aktiv ravishda kontrolda tutamiz. Qozon shaharına kelganda bizning Qo'jar shahar boshqarma komiteti ayrim yerlar belgili, ham endi qorni shundagina chiqarib ayari. Albatta zakon buzuvchilar bo'lmishi qolmay. Qor irituv punktlarında shirat indi belgili. Hem tabula bitaning suqmoqlari bilan qirg'agina tugamal deb kamaz yuribit ko'rgan bor. Bunday shiroqlar bor. Yani işlerge mesela, men ko'rdim, men shoh etdim. Ko'ram shirat kamaz bilan da bizning kurshidagina yaratuvil qirg'a tugalardi. Men buni birinchi tushirib Sol xalq kontrol aşağı jitkar alamı. Bizning xalq kontrol sistemasi ishlab kela, anlar endi bizning idoraning priyomniyini shaltiratib koordinatlar qoldirga bo'la. Bu 2331 telefoni bo'yicha endi. Nechik? 2331. 2331 telefoni bo'yicha shaltiratib. Maturikan nomeringiz. Murojaat etarga bo'la. Şolay endi bizning ekologiya ministrligining turli kanallari ishli, rayon boshqarma komitetlarida ishli. Munda endi mashina nomerlari belgili bo'lsa, tashlov o'rinlari belgili bo'lsa, albatta administrativ javobgarlikka tortuv bor.